Bugungi obyektimiz Milliy tibbiyot markazida. Endi sizlarga har doimgidek qilib o'tadigan ishlarimizni alohida yana tanishtirib o'tamiz. Bu yerda biz bahor faslida ham o'qotligini qilib berganmiz. Har doimgidek istoriyada qo'yib o'tganmiz. Mana kuz fasli keldi. Kunlar ancha salqinlashib qoldi. Dekorativniy manzarali ko'chatlarga va gazonlarga o'qot qilish ishlarini boshladik. Ko'rib turganingizdek, mana hamma manzarali ko'chatlarimizga bahorda o'qotini qilganmiz. Yozdan chiqdi, qaranglar. Ko'chatlarimiz ancha o'sib qoldi. Hozir biz oziqasini berishimizdan ikkinchi bosqichda turibmiz. Ildizidan va badanidan oziqalarni berdik. Oktyabr oyida shakl berish ishlarini boshlaymiz. Territoriyamiz juda ham katta. 1000 dan ortiq tup ko'chatlarga qarovimiz va gazonlarga. Bu yerda Magloniya, Kiparis, Голубой yel, ionimiz, shunga o'xshagan chiroyli dekorativniy 20 dan ortiq ko'chatlarimiz bor. Har mavsumda, bahor va kuz mavsumida kelib ko'chatligini oziqalarini berib, shakl berib, juda ham chiroyli holda saqlashga harakat qilamiz. Biz yana alohida aytib o'tamizki, Milliy tibbiyot markaziga bizga ishonib topshirishganligidan juda ham xursandmiz. Vaqtida kelib oziqalarni qilib, chiroyli holga keltirib berishga harakat qilamiz. Har doimgidek sizlarga juda ham katta rahmat. Bizani kuzatib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. Endi sizlar ham bemalol mana kuz fasli keldi. Daraxtlarni kesib, oziqalarni berib qarasanglar bo'ladi. Yoz faslida berib bo'lmasdi. Havolar ancha salqinlashib qoldi. Oziqalarni berib, butalasanglar bo'ladi.